Sizga keladigan patsientlar ayol qizlarimiz ko'proq ozg'in vaznli ayollar keladimi yoki to'la vaznlimi? To'la vaznlilar ko'p keladi. Просто kam harakatlik, ожирение, biz hamma narsada izobiliya ketyapti hozir dunyoda. Hamma narsada izobiliya bor. Ya'ni izobiliya nima degani ortiqcha narsalarimiz ko'p. Yeb ichishimizda ortiqchalik ko'p, yurish turmushimizda ortiqchalik ko'p. O'shaning uchun ayollarda ortiqcha vazn ko'proq. Qomati juda ham kelishgan, chiroyli, o'zini ushlab yuradigan ayollar juda kam. Nima ortiqcha vazn bilan keladi. Ayniqsa ayollarimiz tug'adi, boshqalar o'zini qo'yib oladi. Aytishadi, yo'q, menda yoshim katta bo'ldi. Deyishadi, yo'q, unaqa demayman. Har qanaqa yoshda ham chiroyli bo'lib yursangiz bo'ladi. Ortiqcha vazn bu nima degani? Bu qandli diabetga olib keladi degani, ertaga ishemik kasalliklar olib keladi degani baribir-da. Ortiqcha so'zi bor-da baribir. Mana rahmatli adam aytadilar, qizim, hech qachon ortiqcha vaznda bo'lmagin. Bu ikkita qo'lingga 5 kilodan 10 kilo yuk berib qo'ysa, kunni bilan ko'tarib yura olaysanmi? Boray deb otib yuborasan-ku derdilar. Xuddi shunaqa ortiqcha vaznni boray deb otib yuborishga harakat qilish kerak. Defitsit qilib berishingiz kerak. Ortiqcha vazningiz bormi? Yo'q, men suyagim og'ir, yo'q, men ko'p yemayman, semiraveraman, yo'q, havodan bo'ladi, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Inson quyoshli batareya emas, u havodan energiya olmaydi. Ovqatdan oladi. Ortiqcha yeydi, shuning uchun semiradi. Yoki o'shanga mos kasalliklari bor. Ya'ni o'sha insulini baland. Nimaga baland insulin? Tez ko'p ovqat yeydi. Og'ziga ko'p shokoladmi, konfetmi, bir nima yeb yuradi, pechenkami, bu arzimas-ku deydi. Bir kosa ovqat yemayapman deydi. Lekin insulin ko'tarilaveradi. Insulinni ko'tarilgani hisobiga ishtahamiz ochilib, biz bilmay qolamiz, ko'p yeb qo'yamiz. Ya'ni qilgan harakatimizdan ko'p yeymiz. Mana men kuni bilan massaj qilaman. 7-8 tadan massaj qilsam, lekin mana kunlik normal kaloriyam 1400-1500. 1500 dan aman bitta o'tirsangiz o'zi qancha yeb qo'yasiz? Uni 3 ga ko'paytirsangiz 3000-4000 yeb olamiz. Lekin nimaga semirdik deymiz? O'sha noto'g'ri yeymiz. Noto'g'ri sifatsiz yeymiz. Shuncha semiramiz. Agar beloklar yesak unaqa bo'lmaydi, biz uglevod ko'p yeymiz. Aytadi, nima yesang sen ushasan deydi. Kurasan yesangiz kurasanga o'xshab qolasiz, zelin yesangiz zelinga o'xshab qolasiz. Bir xil.